Assalomu alaykum. Sinovli olam kanalining aziz muxlislari, omonmisizlar, bormisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Alloh juma kunlarini barchangizga muborak aylasin. Xonadoningizga tinchlik, omonlikni, barakani bersin. Bilmay qilgan gunohlarimizga Alloh o'zi afv aylasin bu ulug' kunda. Birodarlar, ko'pchilik qiziqadi. Yomg'irdan more dengiz qanday bo'ladi deb. Mana sizlarga Gelenjik territoriyasidan, plyajdan primoy video yuklayapmiz. Albatta bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sinovli olam kanali admini men Isroil Kamolovman. Birodarlar, mana kimdir ko'rgan, kimdir ko'rmagan. Mana shu yerda yomg'irda xudo xolasa plyajda sayohat qilamiz. Ozgina bo'lsa-da, nima deydi? Razlikatsiya nima deydi? Yomg'ir yog'yapti, avjida. Mana yomg'ir. Dengiz mana где-то bir 200-300 metr joyi loyqalanib bo'lgan o'sha. Buni ko'ryapsiz. Yomg'ir suvlari tushib, boshqa bo'lib. Bu yer mana ko'rib turgan joyingiz Sentralniy plyaj, Prichal deydi, Sentralniy Prichal. Mana shu yerdan hamma kater, yaxtalar, karabillar mana shunaqa ekskursiyaga olib chiqib ketadi dengizga. 1 soat, 1,5 soat, 2 soatlik. Uni traktorlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, traktorni nima qilishyapti? Ko'rsatayim, plyajni tekislayapti, tayyorlayapti sezonga. Bu Gelenjik, bu yomg'ir avjida. Balki ovozlarimiz yaxshi yozilmagan bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar. Mana dengizda sokinlik, ustidan yomg'ir yog'ib yotibdi. Havoni ko'rib turganingizday juda dahshatli, hamma tomon yomg'ir. Mana biz hozir Sentralniy Prichaldan bir 200 metr beriroqdamiz. Mana shunday go'zallik. Mana ko'rdingizmi? Juda chiroyli. Kimlardir baliq tutib o'tiribdi ana bu yerda. Kichkina yaxtachalarda, katerchalarda. Bu yerda odamlar plyajni tayyorlab yotibdi. Tekislab. Yomg'ir yoqqanda bir xilda ko'chalarda to'plangan suvlar hammasi shu plyajlarga kelib quyiladi-da. Mana shu plyajning ustidan ham, ostidan ham qumlarni yuvib ketadi, boshqa qiladi. Shu uchun shunaqangi vaziyat hozir. Ko'rib turganingizdek. Mana dengiz sokin. Bu qora dengiz, bu Gelenjik territoriyasidan. Xudo xolasa sizlarga yoqdi degan umiddaman. Albatta kelinglar, ko'ringlar, maza qilib dam olinglar. Xudo xolasa mana mayskiy prazniklar Rossiyada boshlanyapti. 1-may, 29-aprelda nima bo'lar ekan? Den родительский, mana voskreseniya kuni Den родительский ota-onalar kuni ekan. Ularni ham shunday qilib eslab, mana shunday dam olish kuni bo'lar ekan ular uchun. 9-may g'alaba bayrami xudo xolasa yaqinda 9-may juda katta parad qilib o'tkazishmoqchi Moskvada. Qolgan shaharlarda ham xuddi shunday. Xullas, Rossiyani 79% kuni 79%, o'sha 365 kunni 75%ni nima bayramlar bilan to'la ekanda, har xil bayramlar. Mana shu uchun kelaverasizlar, ko'raverasizlar, nima qilaverasizlar, dam olaverasizlar. Bu yerga ha deb ishlagani kelish shart emas. Kelib bir damam olib ketish kerak mana shu qumli plyajlarda. Bu yerda besplatno mana shu yerlarda yotish, faqat naves qilib, zontiklarni tikib, nima qilishsa, o'shani tagidagi koykachalari, yotadigan nimalari platni. Bu yerda yozda kafechalar, nimalar, morojnalar, napitkalar to'lib ketadi. Dajona shu betongacha odam to'la yotadi shu yerda. Shuning uchun kelib bir qora dengizda ham dam olib ketishni esdan chiqarmaylar mana. Yomg'ir avjida ko'rinayotgan bo'lsa, mana shunday nimadamiz. Xudo xolasa kelaverasizlar birodarlar.